Zaytun Awards taqdirlash marosimiga ham sanoqli kunlar qoldi. Mana bu yerda qatnashyapman hakam sifatida va juda ham ko'plab eng zo'r massajistlar, hijomatchilar, stilistlar, logopedlar, juda ham ko'plab eng zo'r iste'dod sohiblari qatnashyapti. Sizlar ham bemalol hali vaqt bor, o'zinglarning imkoniyatlarni qo'ldan boy bermanglar, qatnashinglar. U yerda sizlarga nima beradi? O'zinglarning brendinglarni ko'pchilikning oldida namoyish qilasizlar, taqdirlanasizlar, eng kuchlilar bilan networkinglar bo'ladi va u yerda nima deydi, mehmon bo'lamiz, har xil san'atkorlar kelishadi, mazza qilib raqslarga tushasizlar, juda ham zo'r bo'ladi. Hammanglarni taklif qilaman. Hali vaqt bor, qizlar, shoshilinglar. Bemalol o'zinglarning nomzodinglarni berib qatnashishinglar mumkin. Hammanglarga rekomenduyu. Juda ham zo'r bo'ladi Amarant restoranida.